Salom bola, bugun sizlar bilan Babak. Bugun sizlar bilan Minecraftda top 4 mod ko'rsatib o'taman. Qani bo'lmasam ketdi birinchi modga. Mana bu yerda mana shunaqa birinchi modimizda boyagilar bor. Birinchi modimizda dekorativniy uy jihozlari bor. Bu durbin, bunga o'tirsa ham bo'ladi, o'tirib olasizlar. Bu nimaligini bilmadim. Hojatxona o'tirib olasizlar, bunga gul ekasizlar, bularni bilmayman. Qochay kelinga. Bular ham stolchiklar. Mana bu yerda 3 xil stolchik bor. Bu yerda zaborlar, mana bunday ochib yopsa bo'ladi. Ikkita qo'ysizlar, eshik bo'ladi. Bu oddiy zabormi? Zabor. Sakrab o'tib bo'lmaydi, Zabor uyga dekorativ bo'ladi. Mana bular. Mana ikkitalik qo'yganim mana bu. Darvoza qisingizda bo'ladi buni. Ana bular magazinlarning ustiga qo'yiladigan narsalar. Bu qo'yxonalarda bo'ladi. Qo'yxonalarga qo'yiladi-ku, kirgilar. Animatsiyalarni ko'ryapsizlar. Bu qanaqadir eshik o'tib bo'lmas ekan. Mana kravat, uxlasa bo'ladi. Noch bo'lsa, kechqurun bo'lsa. Bu oshxona joyi. Amen. Keyin bu qanaqadir boyagi trimo ventilyator, bunga tushunmadim. Stolchik bilan kreslo. Bu polka. Birinchi modimiz shulardan iborat-edi. To'xtab olamiz. Buni uxlasa ham bo'ladi. Soat 6 soatni ham ko'rsatib berar ekan. Birinchi modimiz shulardan iborat edi. Agar kerak bo'lsa, buni Telegram kanalimda olib qo'yasizlar. Kerak bo'lsa. Xo'p, mana ikkinchi modga keldik. Bu uy jihozlari modi. Shunaqa kir mashinalari, hamma narsa bor. 150 dan ortiq narsalar bor. Даже 200 dan. Shunaqa har xil narsalar bor bu yerda. Hozir kompyuterlar ham bor edi, qayerda edi? Hozir to'g'ri. Qani. Mana. Kompyuter, mishka, mikrofon hammasi bor. Mana bu yerda undan ham zo'ri bor. Keysi ham bor, hamma narsasi bor, ovqatlar. Uy uchun bezaklar, hammasi bor, pishak soladiganlar, odam organizmi, kir mashina. Bunda hali yana ko'p bor. Bu hali yarmi emas, mana oshxona jihozlari ham bor. Ya'nidan sal ko'proq bo'lishi mumkin. Bu yerda hali yana ko'p bor. Bir 30 ta 50 talar bor, 30 ta 40 ta 50 talar. Bor shunday. Bu mod shu uy jihozlaridan iborat edi. Shunaqa qilib oyoq kiyimlar ham mana bizda 3-modimiz. Har xil qanaqadir hayvonlarga aylansizlar bo'ladi. O'zim ham unchalik tushunmadim. Shunga boshqa oddiy ko'rsatib beryapman. Mana oddiy qilib ko'rsatib beryapman. Shunaqa gaplar. Top 4-modimizga yetib keldik. Mana shunaqa narsalar bor. Uzoqdan nimalar? Qurilib beradi. Shunaqa qurilib beradiganlar ham bor. 3 ta uy ham bor ekan. Gulxonlar, har xil narsalar. 3 ta gulxon, mana yerda qanaqadir uycha. Qopqon bo'lsa kerak. Mana qopqon ekan, kakras qopqon. Har xil narsalar bor. Hamma lagerlarda, nimadirlarda. O'sha tog'larga chiqqanda kerak bo'ladigan chodirlar, o'rmonlarga
bo'ladigan chodirlar, har xil narsalar bor. Juda ko'p narsalar bor. Men hali ovqatlarim bor, lekin ularni ko'rsatib o'tirmayapman. Chunki deganda zerikarli bo'lib qoladi. Hammasini ko'rsatsam, o'zlaringiz modda skachat qilib, undan keyin ko'rib olganlaringiz yaxshida. Shularni ko'rsatyapman faqat. Yana bir 20 tachalar narsalasi borda bu modda. Shunaqa deyapman, shunaqa uxlasa ham bo'laman. Ertalab bo'laman. Ertalab bo'laman. Uxlab bo'lmaydi. 3 ta uy borman. 1, 2, 3 ta. Shunaqa uylar. Uchinchi moddamizda mana shunaqa hayvonlar bo'lardi. Men ularni topolmadim, shunga oddiy ko'rsatib o'tdim.